jasadidagi ko'rinishini gapirib ta'riflab berib turib ham g'iybat qilib qo'yamiz. Yomonlash yoqda tursin deyilganda kafforati bor dedilar. G'iybatning kafforati avvalanboshi g'iybatdan tavba qilib to'xtash, Robbisiga tavbalar qilish va qolaversa g'iybat qilgan kimsadan kechirim so'rab, uning haqqiga kelajakda duo qilib yurish bo'lar ekan. Bir odamni bir hafta g'iybat qildingiz, bir odamni har ko'rganingizda oylab g'iybat qildingiz, bir qildingiz, 10 qildingiz. Mana shuncha martaba o'sha odamni endi Alloh nazdida ibodatda duo qilishingiz haligi g'iybatning kafforati, ya'ni yuvilishiga sabab bo'lar ekan inshaalloh. Ya'ni o'zingizga so'ragandek qilib so'rang. Tilla uchida emas. G'iybatni ishtaha bilan qilamiz-ku. O'shunaqa ishtaha bilan duo qilish kerak ekan. Alloh xonadoniga hidoyat ber, bolalarni asqotadigan qil, dunyo va oxiratda shafoat bo'luvchilarni chiqar avlodidan. Allohim jismiga shifo ber, ro'zg'origa barokat ato etgin deb, ana shunday chin dildan bolangizni duo qilgandek qilishlik, ana shu g'iybatni inshaalloh kafforati bo'lar ekan. Bir kuni payg'ambar alayhissalom aziyatga uchragan mu'minlarni ahvolini ko'rib, g'iybatdan, ya'ni aziyatga uchragan mu'minlarga bir yordam dalda bo'lish uchun minbarga ko'tarildilar. Hadisda aytilishi bo'yicha baland ovozda, jonlari o'rtangan holatda bu ma'ruzani qildilar. Ya'ni shunday so'zlarni aytdilarki, baland ovoz bilan: "Ey tili bilangina iymon keltirib, qalbi bilan iymonga kelmaganlar, ey munofiqlar jamoasi" dedilar. Musulmonlarga aziyat bermang, ularni avvalgi ayblari sabab uyaltirib sharmanda qilmang va ularni yashirin ishlarini, ayblarini payiga tushmang dedilar. Chunki Alloh subhanahu va taolo kim musulmon bandasini aybini payiga tushsa, uning aybini payiga tushadi. Va Robbil alamin kimni aybini payiga tushib sharmanda qilishni xohlasa, uyida yashirinib yotgan gunohlarigacha oshkor qilib sharmisor qiladi deb marhamat qildilar. Hali onson qilib, jo'n qilib aytganda, birovga choh qazima o'zing tushasan degan maqol bunga to'g'ri keladi. Birovni astoydil sharmisor qilaman deb orqasidan yurib, payiga tushib, izlab, taftish qilgan odamni Alloh taolo taftish qilib, qarangki avra astarini sharmisor qilib el yurtga namoyon qilib qo'yar ekan. Alloh bunaqa sharmandalikdan dunyoda va oxirat maydonida hammamizga panoh bersin inshaalloh. Va marhamat qilinadi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan, payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qiladilar. Dunyoda o'z birodarini go'shtini yegan kishi qiyomat kuni ham unga yaqinlashtiriladi va unga bu go'shtni tirikligida yegandek, endi qiyomat kuni aynan yaqqol ko'rib turgan holida o'lim tigini yeyishlik buyuriladi. Bas u yuzi burishgan holatda, qichqirgan holida uni yeydi dedilar. Tafakkur qiling, boyiga ana Allohni Hujurat surasi 12-oyatdagi bir-biringizni go'shingizni yemang degan Robbim oyatiga yana bitta hadis bilan dalil. Ya'ni dunyoda yeb yurar eding, g'iybatni yaxshi ko'rarding, birovni qornini tutib o'limtik go'shtini yeyishni kasb qilarding, g'iybatchi eding. Bugun qiyomat kuni ham mana oldinga olib kelib qo'yilganda shu o'limtikni qornini tutib yegincha senga qani yoqimli bo'larmikin deb aytarkan Alloh. Panoh bersin, bu juda og'ir va azobli narsa bu. Va qichqirgan, dod solgan holatda o'zi yeydi deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Mirojga ko'tarildilar va Jabroil alayhissalom bilan jahannamdagi ummatlarini ahvolini ko'rish uchun, ibrat qilish uchun va yerga kelib ularni ta'riflab berish uchun jahannamga yaqinlashtirildilar. Va jahannamda deydilar payg'ambar alayhissalom, bir guruh odamlarni ko'rdimki, ular tizzalariga tiz cho'kkan holatlarida boshlarini quyi engashtirib, o'lib yotgan jasadning qornini titib yetganini ko'rdim deydilar. Ey do'stim Jabroil alayhissalom, bular kimlar deb savol berganimda, Jabroil alayhissalom dunyoda odamlarga aziyat berib, hech omonda qo'ymasdan g'iybat qilib, taftish qilgan ummatlaringizdir deb javob berdilar deydilar. Ana Alloh subhanahu va taolo g'iybatchiga kasb qilgan narsasini qiyomat kuni yaqin qilib qarangki, bo'yniga boylab qo'yar ekan. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom marhamat qiladilarki, g'iybatning eng yomon turi bu o'liklar ketidan qilingan g'iybatdir deydilar. Tafakkur qiling, hozir siz meni eshitib turganingizdan ham ziyodaroq ravishda yerni quloqlari ochiq va qabrda yotgan insonga g'iybat qilayotgan kishini ovozi tovushi yaqqol eshittirib qo'yilar ekan. Va marhamat qilinadiki, yaxshi so'z bilan eslanganda
qabr vodiydek kengayib ketadi va mayit qaysi yaxshiligim uchun deyilganda tiriklar dunyosida chiroyli amallaring bilan eslashyapti deb javob beriladi. Va qaysiki mayitni ketidan yomon amallari eslab g'iybat qilinganda uning qabr devorlari bir-biriga qovushib ketadi deydi olimlarimiz. Va qabrdan o'kiriq ovoz chiqib, qaysi gunohim uchun deb bergan savoliga dunyoda qilgan munkar ishlaring bilan odamlar seni tiriklar dunyosida g'iybat qilyapti. Shuning uchun bugun qabring tor deb javob beriladi. Va Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz alayhisalom o'lganlaringizni ketidan yaxshi amallari bilan eslanglar. Yaxshi amallarini bilmasangiz, yomon amallaridan tilingizni tiyinglar deb marhamat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir jamoatga kelsalar, mayit ko'tariladigan paytda hamma yaxshi amalini qatorma-qator gapirib kelib, bir kishiga navbat yetib ketdi. Hamma ajablanib qarasa, haligi kishi indamabdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Sen ham mayit haqida bironta yaxshi so'z aytasanmi?" deganlarida, "Men bularga qilgan yaxshilikni bu mayitdan ko'rgan emasman" deganda, unda tilingni tiy degan ekanlar. Yomonligidan ham gapirma. Ya'ni qat'iy so'z bilan o'likni yomonlashdan payg'ambar alayhisalom haligi odamni man qilgan ekanlar. Va yana bir hadisda payg'ambar alayhisalom mayitlaringizni g'iybat qilayotganingizda ular ahli jannat bo'lsa, jannat ahlini g'iybat qilganingiz uchun gunohkor bo'lasiz. Agar siz g'iybat qilayotgan mayit do'zax ahlidan bo'lsa, uni tek qo'ying, u azobi bilan qovushib bo'ldi deb marhamat qilgan ekanlar. Tafakkur qiling azizlar, barchamizga bu tegishli narsa. Dunyoda hech kim hukmron bo'lmaydi. Bugun bo'lmasa erta hammani